O'rtoqlar, bugun Inamarka Namanganda Cherry Arizo 6 Pro 2023-yil 12.000 kilometrgina yurgan. Hech qancha masofani bosib o'tmagan. Mashinamiz eng qo'l pozitsiyasi, kraskalari top-toza. Bu mashinalarni hech qanaqa ortiqcha rasxod qilib, tuning qilish shart emas, o'zi eng qo'l pozitsiyalari hamma narsasi bor. Mashinamizni salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal. 12.000 kilometr yurganda bilasizlar, salon unaqa yomon bo'lib ketmaydi. Mashinamizni sport rejimi ham bor, eko rejimi ham bor. 360 kameralari, lyuklari ishlab turibdi. Bespirodni zaryadkalagacha bor. Bu mashinalar bilasizlar, biznes klassdagi mashinalar hisoblanadi. Mashinamizni orqa o'rindiqlarini ham ko'rishingiz mumkin, juda ham keng. Orqa o'rindiqlari ham juda ham keng. Bu avtomobilimiz 1.5 turbina motor. Xitoyi o'sha brend kompaniyalaridan bittasi. Mashinani uzatmalar qutisi variatorli tizimlashgan. Mashina 100 km masofaga 6-7 litr yoqilg'i sarf qiladi. Avtomobil 17 razmerda yangi imperial shinalar toqib qo'yilgan. Yukxonasini sig'imga keladigan bo'lsak, 412 litr bo'ladi. Juda ham katta yukxonaga ega. Juda ham ideal holatda deyaptilar egalari. Bemalol xohlagan ustingizga tekshirib ko'rsatib olsangiz bo'laveradi. Biz ham ko'rmadik, birorta qirilgan joyini ko'rinmadi. Avtomobilimizni narxini egalar bilan talashib tortishib 7.300 gacha tushirdik. Agar biz orqali keladigan bo'lsam, undan ham o'tib beraman deyaptilar. Bunaqa kam yurgan qimmat inomarkalarni arzon narxga o'tkazib yubormaslik uchun Inamarka Namanganga a'zo bo'lib, doim kuzatib turing. Telegram kanalga ham a'zo bo'lib qo'ying, chunki Telegram kanalda birinchi sotilib ketib qoladi. Shunaqa Arizo 6 Pro qidirib yurgan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying.